Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan keyingi o'tadigan mavzumiz passive pronouns, egalik olmoshlari haqida bo'ladi. Sizlar bilan eslaringizda bo'lsa, birinchi personal pronouns haqida gaplashgandik. Personal pronouns bu kishilik olmoshlari edi. Kishilik olmoshlar. Kishilik olmoshlariga kiradi I, you, he, she, it, we and they kirar edi. Bu kishilik olmoshlari deyiladi. Endi egalik olmoshlariga o'tamiz. Demak, egalik olmoshi kelishliklarning qaratqich kelishligini oladi. Ya'ni qaratqich kelishligini qo'shimchasi ning degan tarjimani beradi. Men bo'lsa mening, siz bo'lsa sizning, biz bo'lsa bizning degan tarjima beradigan passive pronouns, ya'ni egalik olmoshlari ishlatiladi. Demak, egalik olmoshlarini boshladik. I men bo'lsa my mening degani. You siz yoki sen yoki sizlar yoki senlar bo'lsa bu your bo'ladi. Sizning yoki sening yoki sizlarning yoki senlarning degan tarjima beradi. Keyingisi he, she, it. His uning, her uning, it's uning. Hammasini tarjimasi uning degan tarjimani beradi. We biz bo'lsa our bizning. Demak, they ular bo'lsa txirmi zir. Ularning bu egalik olmoshlarining sifati deyiladi. Endi buni birinchi grammatikasini yozamiz. Buni asosiy ishlatilishi o'zidan keyin doimo otni oladi. O'ziga doimo otsiz turkumi keladi. O'zidan keyin. Misol uchun mening ruchkam bo'lsa my pen bo'ladi. Mening mashinam bo'lsa my car bo'ladi. Mening uyim bo'lsa my house bo'ladi. Yoki, xo'p, mening pishagim, mening mushugim, yes. My cat, mening mushuklarim, deylik, my cats, mening mushuklarim. Sizning yo'rga o'tamiz. Your dogs, sizning itlaringiz yomon bo'lsa, your dogs. Yoki your nima desak bo'ladi? Your pants, sizning ruchkangiz, deylik, your pen. This your pen, bu sizning ruchkangiz. Desak. Yoki his uning deymiz. His work uning ishi yoki her toy uning o'yinchog'i yoki its tail uning dumi. Bizning o'tamiz. Xo'p, our houses bizning uylarimiz yoki their nima desak bo'ladi? Their homework ularning homework egasi, ularning egasi. O'zidan keyin ko'rganimizdek hammasi otni talab qildi. Mening ruchkam, mening mashinam, mening uyim, mening mushugim, sizning ruchkangiz, sizning itlaringiz, uning ishi, uning o'yinchog'i, uning dumi, bizning uylarimiz, ularning uyga vazifasi. O'zidan keyin to'g'ridan-to'g'ri ot so'z turkumini talab qilyapti. Iltimos qilaman sizlarga egalik olmoshi va undan keyin keladigan otning o'rtasiga hech narsa qo'shmang. My a car bo'lib qolmasin, my the car bo'lib qolmasin. O'zidan oldingi hech narsa qo'shmang. O'rtasiga artikl unaqa ko'rsatkichlar hech qachon ishlatilmaydi. Zo'r. Endi davom etamiz. Xuddi shularga birgalikda gap tuzamiz endi. Boshladik. Buni to'liq yozib oling. Mana shu yerda videoni qotirib turib to'liq yozib olsangiz bo'ladi. Sal ko'taramiz. Ko'tarmasdan biroz kichikroq qilsak ham bo'ladi. Mana shu tomonga o'tkazsak. That's good. Xo'p, boshladik. Demak, my pen. Mening ruchkam qizil bo'lsa nima bo'ladi? My pen red bo'lmaydi. My pen is red bo'lishi kerak. My pen is red. Zapis qilyaptimiz. My pen is red. Endi mana bu yerga pen berildi sababi mana bu birlik fe'l berildi. Bu birlik fe'l penga tegishli. Mening ruchkam qizil, ruchkam bitta bo'lgani uchun is qo'yapman. Yoki my car, mening mashinam is fast. Mening mashinam tez bo'lyapti. Mana bu isni men myga qarab emas, carga qarab olyapman. Yoki yana yozishim mumkin. Xo'p, my dog, mening itim is good. Mening itim yaxshi bo'lsa, to'g'rimi? Mana bu dogga qarab tegishli olinyapti. Mening itim yaxshi, mening mashinam tez yoki mening ruchkam qizil. Yoki yo'rga o'tamiz, sizning degani. Your dog is bo'ladi, lekin your dogs bo'ladigan bo'lsa, endi are bo'ladi. Desdan chiqarmang. Egalik olmoshiga qarab hech qachon fe'l berib bo'lmaydi. Egalik olmoshiga qarab fe'l berilmaydi. Egalik olmoshidan keyingi kelgan otga qarab fe'l beriladi. Agar egalik olmoshidan keyin kelgan otimiz birlik bo'ladigan bo'lsa, is ishlatiladi, ko'plik bo'ladigan bo'lsa, are ishlatiladi. Sizning itingiz is good, sizning itingiz yaxshi, sizning itlaringiz yaxshi deb qo'yaylik.
Mana bu ar qo'yilgan sababi do'kis ko'plik bo'lgani uchun. Is qo'yilgan sababi do'k bitta bo'lgani uchun. Endi inkor qilaman. Misol uchun his-ga o'tamiz. His cars. Uning mashinalari degani. Uning mashinalari ko'plik bo'lsa ar bo'ladi. His cars are fast. Uning mashinalari tez bo'ldi, lekin uning mashinalari tez emas bo'lsa, men to be dan keyin inkor yuklamasini qo'shaman. Uning mashinasi tez emas. Mana bu doimo not bo'lsa, emas degan tarjimani beradi. Demak, his cars uning mashinalari tez emas. Yoki xo'p, her toys. Her toy deylik, uning o'yinchog'i is not, misol uchun, beautiful. Beautiful. Uning o'yinchog'i chiroyli emas. O'yinchoq bitta bo'lyapti. Is qo'ydim, emas inkor qilyapman, not qo'yilyapti. Yoki yana sal ko'taramiz. Bu mening ruchkam bo'lsa, bu nima degani? Ko'rsatish olmoqchi. This is. Bu mening ruchkam. This is bizning ruchkamiz. This is our pen. Bu bizning ruchkamiz. Yoki ko'pligi bo'ladigan bo'lsa, these are bular our pens. Bizlarning ruchkalarimiz. Ko'plik bo'ladigan bo'lsa. Chunki ruchkalar ko'plikda, ko'plik bo'lgani uchun bularni ham ko'pligini ishlatdim. Ruchka bitta bo'lgani uchun buni is bitta ishlatyapman. Ana shunday. Yoki their deylik. Their houses. Ularning uylari. Ularning uylari. Yo'q, ularning uyi deymiz. Their house. Ustoz their ularning-ku o'rganish ar ishlatiladimi? Yo'q. Egalik olmoshdan keyin kelgan otga qarab. Their house, ularning uyi is, misol uchun big. Ularning uyi katta. Ularning uyi katta emas bo'lsa, izga bittagina not big qo'yaman, katta emas. Endi so'rayman, sizning uyingiz kattami desam, so'roq shakl bo'lsa, so'roq shakl qanday yasaladi? Doimo birinchiga to be chiqadi. Is your car, misol uchun, fast? Sizning mashinangiz tezmi? Mana bu yerdagi is mana bu yerga o'tayapti va m degan tarjimani beradi. Agar isga not qo'shilsa, emas degan tarjimani berdi. Boya ko'rdik. Yoki yozamiz are their cars? Ularning mashinalari fast, tezmi? Are yo'qqa chiqadi. Yo'q, ularning mashinasi tez emas bo'lsa, their cars are not fast. Ularning mashinalari tez emas. Mashinalar ko'plik bo'lgani uchun ar qo'ydim, emas degan tarjima bo'lgani uchun not inkor reklamasini qo'shdim. Mana shu mavzu, egalik olmoshlari. Esdan chiqmasin, egalik olmosh darak so'roq inkorga ham 20 degan grammatika bo'yicha ishlaysiz. 20 ta darak, 20 ta inkor, 20 ta so'roq. Har bitta o'tilgan mavzuga erinmasdan to'liq gap tuzib chiqing. Bu ertaga footprint, ya'ni esdan chiqmaydigan holatga aylanadi sizlar uchun. Egalik olmoshlari o'zidan keyin doim ot talab qiladi. Egalik olmoshlaridan keyingi kelgan otga qarab fe'l beraman. Egalik olmoshdan keyin kelgan otim bitta bo'lsa, is qo'yaman. Egalik olmoshdan keyin kelgan otim ko'plik bo'lsa, ar qo'yaman. Do'g'ri ko'plik bo'yicha ar qo'ydim. Bu esdan chiqmasin. Yoki mana bular mening studentlarim bo'lsa, mana bular degani yaqindagi ko'plik nisbatan these are ishlatadi. These are, misol uchun, my students. Mening studentlarim. Yoki bu mening ruchkam, bu mening ruchkam. This is my pen. This is my pen. Bu mening ruchkam. Mana shunaqa gaplar.